Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videomiz Pavloniya haqida bo'ladi. Ya'niki Pavloniya nihollari haqida gaplashamiz. Ko'rib turganingizdek, Pavloniyalar 3 xil: Shandong, FT, Ember. Ular o'zining barglarining tuzilishi bilan, ranglari bilan ajralib turibdi. Bugun esa bularning turi, qanday rangi, shakli, bargning tuzilishi haqida so'z boradi. Shandong navi. Bu nav asosan bargida ajratsa bo'ladi boshqa navlardan. Bargi uchburchak shaklda bo'ladi, ya'ni uchi ko'proq uzunchoq, ya'ni uchburchak shaklda bo'ladi. Bu nav asosan tez moslashuv bilan don qozongan, ya'niki bu Shandong navi Fortuna va Tamentoza gibrid navlaridan chatishtirilgan nav bo'ladi. Asosan -28 +45 gradusgacha chidaydigan judayam zo'r sort hisoblanadi. FT navi ko'rib turganingizdek, Shandongdan umuman boshqacha, rangi ham boshqacha, ya'niki yaprog'i judayam baland. Bargiga ahamiyat bergan bo'lsangiz, izlari, ya'niki shakllari judayam chuqur izlari. Rangi ham boshqa, yaprog'i ham boshqa. FT navi asosan ya'niki Fortuna, Tamentoza, Elangata navlaridan chatishtirilgan. -27 +45 darajaga, ya'ni gradusga chidaydigan zo'r sort hisoblanadi. Hozirda asosan FT naviga talabot bisyor va juda ham yaxshi sort hisoblanadi. Endi esa Ember naviga xarakteristika berib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, rangi juda ham boshqacha, ya'ni FT ga o'xshamaydi. Bu nav ham juda ham yaxshi o'sadi. FT ga qaraganda sal sustroq, lekin deyarli teng desa ham bo'laveradi. Asosan bu nav O'zbekistonda paydo bo'lgan, ya'niki Marg'ilon 1 nomi bilan mashhur. Hurmatli obunachilar, Pavloniya haqida bergan ma'lumotlarimiz yoqqan bo'lsa, like bosishni yoddan chiqarmang. Kimda kim yangi tomosha qilayotgan bo'lsa, podpisatsiya tugmasini bosish esdan chiqmasin. Ya'niki Pavloniya haqida ma'lumotlarni doimo bizning kanalimizda, Farmonov Olmosbek kanalida sizga yetkazib borishga harakat qilamiz. Ya'niki bundan tashqari Pavloniya o'sish jarayonlari, qanday ekilishlarini birma-bir sezon paytida ko'rsatib boramiz. Rahmat prosmotr uchun.